Bugun sizlarga Ispaniyada ishlab chiqarilgan Hoffman kofe mashinasi haqida ma'lumot beraman. Bu model uy yoki ofis uchun juda qulay. Ichida termoblok isitish tizimi o'rnatilgan. Suvni tezda kerakli haroratgacha qizdiradi va tayyorlash jarayonida uni barqaror ushlab turadi. Kofe mashina ham donali, ham maydalangan kofeni qabul qiladi. Donali kofeni solasiz, ichidagi zanglamaydigan po'lat maydalagich 5 xil darajada maydalaydi. Bu modelda sutni maxsus idishga qo'yasiz, u avtomatik ravishda qizdiradi va mayin ko'pik hosil qiladi. Shu yo'l bilan siz kapuchino va latte tayyorlashingiz mumkin. Suv rezervuari 1,4 litr hajmda. Uni orqa tomondan oson yechish va joyiga o'rnatish mumkin. Bu hajm bir necha chashka kofeni ketma-ket tayyorlash uchun yetarli. Boshqaruv paneli sensorli. Suv harorati, porsiya hajmi, kofe turi va sut rejimi. Kofe mashina o'zini o'zi tozalash funksiyasiga ega. Ishni boshlashdan oldin va yakunida tizim ichini issiq suv bilan yuvib chiqadi. Bundan tashqari self clean rejimi orqali siz chuqur tozalashni ham ishga tushirishingiz mumkin. Agar siz sifatli, qulay va oson boshqariladigan kofe mashina izlayotgan bo'lsangiz, Hoffman kofe mashinasi Ispaniyada ishlab chiqarilgan modeli siz uchun zo'r tanlov.